Do'stlar, aynan shu do'konni 22-may kuni ochilish marosimiga kim keladi aka? Umon keladi. Hali ochilmagan bu do'kon, ha? Hali ochilmagan, siz uchun eksklyuziv bilan. Mana do'stlar, hali ochilmasa ham kiyim oldim, sizlarga tavsiya qilaman. Qaranglar, shunaqa katta ekan. Nechta filali bor? Bu 6 filial bo'ladi Samarqandda, xudo xolasa. Qanaqa yangiliklar bor bu yerda endi? 5 ta qulayligi bo'ladi. Birinchisi har bir mahsulotiga 6 oy kafolat beriladi. 6 oy? Voy, mashalloh do'stlar. Qaranglar, texnikaga eshitganman, lekin kiyimga birinchi marta eshitdim. Yana qanday qulayliklar bor? Do'konimizda sotuvchilar bo'lmaydi, ya'ni ko'z kiyim oldingiz-ku, kelib yozga uni oling, buni oling deb tiqishtiradigan xodimlar bo'lmaydi. Erkin tanlovni o'zi amalga oshirish mumkin bo'ladi. Do'stlar, mana bemalol kelaverasizlar. Hali ochilmasdan turib, mana odamlar bor. Salim ekan, cho'tki kiyim ol, qalay kiyimlar? Zo'r ekan kiyimlar. Zo'rmi? Azaq kiyindi mana. Voy, do'stlar, mana kelaverasizlar. Samarqandliklar uchun manzil qayerda aka? Manzilimiz Samyakin to'g'risida, lokatsiyaga yo'lsa agar standart deb